Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, sizni Og'abek TV kanalimizda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi video rolikimizda Artel televizorida kanal izlash va kerakmas kanallarni o'chirib tashlashni o'rganamiz. Videoni boshlamasdan oldin kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Televizorimiz punktidan menu qismini bosamiz va kanal bölümüge kiramiz. Kanal bölümüge kirganimizda bizni shu bölüm kutib oladi. Bu yerdan appda qidirishni deganga kiramiz. Appda qidirishga bu yerda analog raqamli deganda qo'ysangiz ham bo'ladi va DTV da qo'yib qidiruvni boshlasak ham bo'ladi. Xohlaganingizda qo'yasiz va qidiruv boshlashni bosasiz. Sizning antenangizda qaysi chastotalar signal chiqib turgan bo'lsa, o'sha chastotadagi kanallarni barchasini chiqarib beradi. Bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Keyin DTV qidirish degani ham bor. Bunda o'zingiz yashayotgan yerdagi chastotani bilishingiz kerak bo'ladi. Tepasida raqam turibdi. O'sha raqamni o'zgartirasiz. Misol sizning yashaydigan joyingizdagi chastota 31 bo'lsin. O'shanga qo'yasiz va pastda signal degan joyi bor. O'sha yerda signal chiqishi kerak. Signal chiqsa, o'sha yerdan qidiruv boshlash deganga bosib yuborsangiz, shu chastotadagi kanallarni barchasini chiqarib beradi. Antenangiz soz bo'lsa, signal albatta chiqadi. Xo'p, qidiruvni ham berib oldik. Kanallar ham chiqdi. Kerakmas kanallar ham bo'lishi mumkin. Avtopoisk bosganlarimizda ko'p kanallarni chiqarib tashlaydi. Ko'psini ikkitadan qilib tashlaydi. Shularni o'chirishni ham o'rganamiz. Buning uchun Artel televizorida hammasida bunaqa emas. Kanallar ro'yxatini chiqarib olamiz. Kanallar ro'yxati chiqadi va menuni bossangiz, bulardan misol o'chiradigan kanalning ustiga olib kelasiz va menu knopkasini bosasiz. Bosganingizda kanalni o'chirish degan bor. Xohlasangiz bu yerdan kerakmas kanallarni o'chirib tashlashingiz mumkin. Xohlasangiz kanallarni satrubga qilishingiz ham mumkin. Ya'ni o'zingizga kerakli kanallarni tepaga ketma-ketlikda joylashingiz ham mumkin bo'ladi. Hozircha shulardan iborat videomiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang va qo'ng'iroqcha tugmachasini ham bosib qo'ying. Biz chiqargan videolar eng birinchilardan bo'lib sizga yetib boradi. Kimga IPTV xizmatimiz kerak bo'lsa ham bemalol aytishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab ochib beramiz. Hech qanday antenalarsiz dunyo telekanallarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Murojaat uchun 94 dan 314 14 13